Ba'zi kitoblar shunchaki o'qilmaydi. Ular yurakka kiradi, odamni o'ylantiradi va uzoq vaqt xotirada qoladi. Jon Grinning Yulduzlar aybdor asari ham aynan shunday kitoblardan biri. Bu roman og'ir kasallik, yo'qotish, sevgi, jasorat va inson hayotining qanchalik bebaho ekanini juda ta'sirli tarzda ko'rsatadi. Asarni o'qir ekansiz, Hazel va Augustusning hikoyasi orqali hayotning uzunligi emas, undagi mazmun, mehr va unutilmas lahzalar muhimligini chuqur his qilasiz. Yulduzlar aybdor asari Hazel Grace Lancaster ismli qizning hayoti haqida hikoya qiladi. Hazel saraton kasalligiga chalingan bo'lib, uzoq yillardan beri davolanib keladi. Kasallik uning o'pkasiga zarar yetkazganligi sababli u doim yonida kislorod ballonini olib yurishga majbur. Hazel ko'p vaqtini uyda o'tkazadi, kitob o'qiydi va odamlar bilan kamroq muloqot qiladi. Uning ota-onasi qizining ruhiy holatidan xavotirlanib, uni saraton bilan kasallangan yoshlar uchun tashkil etilgan qo'llab-quvvatlash guruhiga qatnashishga majbur qiladi. Hazel bu uchrashuvlarga borishni yoqtirmaydi. U yerda odamlar o'z dardlari haqida gaplashishlari, doimo kasallik mavzusi muhokama qilinishi unga yoqmaydi. Ammo bir kuni navbatdagi yig'ilishda u Augustus Waters ismli yigit bilan tanishadi. Augustus ilgari saraton kasalligiga chalingan bo'lsa-da, davolanish natijasida sog'aygan, faqat bir oyog'idan ayrilgan edi. U juda quvnoq, hazilkash va o'ziga ishongan yigit bo'lib, birinchi uchrashuvdayoq Hazelga qiziqish bildiradi. Uchrashuvdan keyin Augustus Hazelning uyiga taklif qiladi. Ular birgalikda film tomosha qiladilar va uzoq suhbatlashadilar. Augustus Hazelga yoqib qoladi, ammo Hazel unga yaqinlashishdan qo'rqadi. U o'zini portlashga tayyor bomba deb hisoblaydi va bir kun kelib vafot etgach, sevgan insonlarga azob berishidan qo'rqadi. Shuning uchun u Augustusni o'zidan uzoqlashtirishga harakat qiladi. Hazelning eng sevimli kitobi Imperator dardi deb nomlangan roman edi. U bu kitobni qayta o'qirdi. Kitobning eng qiziq tomoni shundaki, voqealar kutilmaganda tugab qoladi va qahramonlarning keyingi taqdiri noma'lum qoladi. Hazel kitob muallifining nima uchun bunday yakun qilganini bilishni juda istaydi. Augustus ham Hazel tavsiyasi bilan kitobni o'qib chiqadi va unga juda qiziqib qoladi. Shundan so'ng ular muallif bilan bog'lanishga harakat qiladilar. Muallif Amsterdam shahrida yashovchi Peter van Houten ismli yozuvchi edi. Augustus unga elektron maktub yuboradi. Bir necha vaqt o'tgach, yozuvchining yordamchisi javob yozib, ayrim savollarga faqat Amsterdamga kelib javob olish mumkinligini aytadi. Hazelning eng katta orzusi yozuvchi bilan uchrashish bo'lib qoladi. Bu paytda Hazelning sog'ligi yomonlashadi. U og'ir ahvolga tushib, kasalxonaga yotqiziladi. Shifokorlar uning hayoti xavf ostida ekanini aytadilar. Bir muddat davolanishdan keyin Hazelning ahvoli yaxshilanadi va u yana uyiga qaytadi. Augustus esa uning yonidan ketmaydi va doimo qo'llab-quvvatlaydi. Bir kuni Augustus Hazelga katta syurpriz tayyorlaganini aytadi. Ma'lum bo'lishicha, u bolalikda bajariladigan tilaklar jamg'armasidan foydalangan holda Amsterdamga sayohat qilish imkoniyatini qo'lga kiritgan edi. Augustus ushbu imkoniyatdan foydalanib, Hazelni ham o'zi bilan Amsterdamga olib ketishga qaror qiladi. Dastlab shifokorlar va Hazelning onasi bu safarga qarshi bo'lishadi, ammo keyinchalik ruxsat berishadi. Amsterdamga yetib kelganlaridan so'ng Hazel va Augustus juda baxtli kunlarni boshidan kechiradilar. Ular shaharning mashhur joylarini tomosha qiladilar, sayr qiladilar va bir-birlariga bo'lgan his-tuyg'ularini yanada chuqurroq anglay boshlaydilar. Bir kuni kechqurun ular mashhur restoranga boradilar. Shu yerda Augustus Hazelga uni sevishini aytadi. Hazel ham o'z his-tuyg'ularini yashira olmaydi. Ularning munosabatlari yanada mustahkamlanadi. Nihoyat ular orziqib kutgan uchrashuv kuni keldi. Hazel va Augustus Peter van Houtenning uyiga boradilar, biroq ular kutgan voqea umuman boshqacha bo'lib chiqadi. Yozuvchi qo'pol, beodob va odamlar bilan yaxshi muomala qilmaydigan inson bo'lib chiqadi. U Hazelning savollariga javob berishdan bosh tortadi va mehmonlarni xafa qiladi. Hazel va Augustus katta umidsizlikka tushadilar. Ular sevimli yozuvchisidan mutlaqo boshqacha insonni ko'rgan edilar. Yozuvchining yordamchisi Lidivey bu holatdan hijolat bo'lib, yoshlarni Amsterdam bo'ylab sayohatga olib chiqadi. Ular mashhur tarixiy joylarni tomosha qiladilar. Ayniqsa Anna Frank muzeyiga tashrif buyuradilar. Muzeyga chiqish Hazel uchun juda qiyin bo'ladi, ammo Augustus unga yordam beradi. Amsterdamdagi sayohat davomida kutilmagan voqea yuz beradi. Augustus Hazelga o'zining saratoni qaytganini aytadi.
Kasallik bu safar butun tanasiga tarqalgan edi. Xeyzel bu xabarni eshitib, qattiq larzaga tushadi. Avval boshida o'zi Augustusdan oldin vafot etishini o'ylagan bo'lsa, endi vaziyat butunlay o'zgargan edi. Uyga qaytgach, Augustusning ahvoli tobora yomonlashadi. U avvalgidek kuchli va quvnoq bo'lib ko'rina olmaydi. Kasallik uni asta-sekin zaiflashtiradi. Xeyzel esa uning yonida bo'lib, qo'lidan kelgancha yordam beradi. Ular birgalikda vaqt o'tkazishda davom etadilar. Kasallik qanchalik og'ir bo'lmasin, ular bir-birlariga bo'lgan muhabbatlarini saqlab qoladilar. Bir kuni Augustus Xeyzel va ularning do'sti Ayzekni chaqirib, o'zining dafn marosimi nutqini o'tkazishni so'raydi. U hali tirik bo'lsa ham do'stlaridan o'zi haqida fikrlarini eshitishni xohlaydi. Ayzek va Xeyzel uning haqida ta'sirli nutqlar so'zlaydilar. Xeyzel Augustusning hayotida qanchalik muhim inson bo'lganini aytadi. Bu sahna asarining eng hissiy qismlaridan biri sanaladi. Oradan ko'p vaqt o'tmay Augustus vafot etadi. Xeyzel uchun bu juda katta yo'qotish bo'ladi. U sevgan insonidan ayrilgan edi. Dafn marosimida ko'plab odamlar qatnashadilar. Hatto Peter van Houten ham keladi. Keyinchalik Xeyzel yozuvchining aslida qizi saraton kasalligidan vafot etganini bilib oladi. Shu sababli u hayotdan ranjigan va odamoviga aylangan edi. Augustusning o'limidan keyin Xeyzel uning qoldirib ketgan yozuvlarini topadi. Ma'lum bo'lishicha, Augustus Xeyzel uchun maxsus maktub yozgan ekan. Unda u Xeyzelga bo'lgan muhabbatini yana bir bor izhor qiladi. Augustus inson hayotining uzunligi emas, uning mazmuni muhimligini ta'kidlaydi. U Xeyzel bilan o'tkazgan vaqtini hayotining eng baxtli onlari deb bilishini yozadi. Asar Xeyzelning ushbu maktubini o'qishi bilan yakunlanadi. U Augustusning sevgisi va xotirasi doimo uning qalbida yashashini anglaydi. Garchi ular ko'plab qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsalar-da, birgalikda o'tkazgan vaqtlari hayotlariga ma'no bag'ishlagan edi. Roman muhabbat, yo'qotish, jasorat va hayotning qadrini anglash haqidagi ta'sirli hikoya sifatida insonning xotirasida qoladi. Kitob haqida aytganda, o'spirinlik yoshida inson qalbi beg'ubor sevgi sari talpinadi. Og'ir xastalikka chalingan asar qahramonlari esa buni 2 karra teran his qilishadi. Ular hayotni qadrlashga, har lahzani shodon o'tkazishga, bor vaqtini mazmunli yashashga intiladilar. Ana shu chin insoniy tuyg'u o'quvchini ortidan ergashtiradi va umrning hech qachon ortga qaytmasligini ich-ichidan anglatadi. Bu kitob shunchaki sevgi qissasi emas, bu hayotning eng og'ir lahzalarida ham inson qalbida umid, mehr va muhabbat yashashi mumkinligi haqida ta'sirli hikoya. Asarni to'liq his qilish uchun albatta Yulduzlar aybdor kitobining o'zini olib o'qing. Chunki ayrim tuyg'ularni faqat kitobni varaqlab, qahramonlar bilan birga yashagandagina his qilish mumkin. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videoda yana qaysi kitob haqida eshitishni xohlaysiz?